Assalomu alaykum. Birinchi sinf tarbiya darsligimizning birinchi bo'limi. Men yashaydigan O'zbekiston bo'limi. Birinchi mavzu jonajon vatani mavzusini o'rganishni boshlaymiz. Darsimizning maqsadlari. Ta'limiy maqsad. O'quvchilarga vatan tushunchasi haqida boshlang'ich tasavvurlar berish. O'zbekiston bayrog'i, gerbi va madhiyasi bilan tanishtirib, ularning ramziy ma'nosini tushuntirish. Vatan bu bizning tug'ilib o'sgan yurtimiz ekanligini anglatish. O'zbekistonning go'zal shaharlari Buxoro, Samarqand, Xiva, Toshkent haqida ma'lumot berish. Rivojlantiruvchi maqsad o'quvchilarning nutqiy faolligini rivojlantirish, ijodiy fikrlash qobiliyatini esa shakllantirish, kuzatish va taqqoslash ko'nikmalarini rivojlantirish, og'zaki javob berish malakalarini oshirishdan iborat. Tarbiyaviy maqsad o'quvchilarda vatanparvarlik tuyg'usini tarbiyalash, o'z yurtiga hurmat va muhabbat his-tuyg'ularini shakllantirish, milliy g'urur va iftixor hissini uyg'otishdan iborat. Darsimizni boshlaymiz. Darsimizning birinchi betida men o'zbekman matni berib o'tilgan. Matnni o'qib chiqamiz. O'zbek qonida mardlik, g'urur, qahramonlik bor bo'lgan buyuk millatdir. Bu jahon ilmi fani, tibbiyoti rivojiga ulkan hissa qo'shgan. Islom dini yordamida dunyoni o'zgartirgan ajdodlarning davomchisi. O'zbek o'ziga bek degani. U hech qachon birovga bo'ynini egmaydi, qul bo'lmaydi. U burgut kabi erkin va mag'rurdir. Uning parvozi baland, qo'rqmay eng yuksak cho'qqilarni, bilimni va salohiyati bilan butun jahonni zabt etishga qodir. O'zbek hech kimni sotmaydi va sotilmaydi, birovga zulm qilmaydi, o'zgalarni kamsitmaydi, boshqa millatga ham cheksiz hurmat va munosabatda bo'ladi. Yaxshilikni unutmaydi. O'zbek vafodor do'st, ishonchli hamkor, dunyoqarashi keng odam. O'zbek bu men o'zligim bilan faxrlanaman. Matnni o'qib berib, o'quvchilarga o'zini o'zbeklik bilan faxrlanishni, vatan tuyg'ularini tushuntirib o'tamiz. Keyingisi o'qituvchi yordamida o'rganing degan joy berilgan ekan. Ijodiy topshiriq. Ijodiy topshiriqda odam bolasi yer yuzining ma'lum joyida tug'iladi. Shu joy uning vatani bo'ladi. O'zbekiston bizning vatanimiz, yurtimiz dunyodagi eng go'zal mamlakatlardan biri. Bu yerda o'zbeklar bilan birga boshqa millatlar ham ahil-inoq yashaydi. O'zbekistonda Buxoro, Samarqand, Xiva, Qo'qon kabi dunyodagi mashhur tarixiy shaharlar ham bor. Toshkent shahri mamlakatimizning poytaxtidir deb o'quvchilarga tushuntirib o'tib ketamiz. Ona yurting, oltin beshiging. Maqolning mazmunini o'quvchilar orqali tushunib olib, ularga bu maqol mazmunini singdirishimiz kerak bo'ladi. Darslikning keyingi betida ijodiy topshiriq berilgan. Ijodiy topshiriqda ko'changiz va uyingiz rasmini chizing degan topshiriq beriladi. O'quvchilar darslikda bo'sh joyda o'zining ko'chasi, uyini tasvirlab chizib o'tadilar. Keyingisida O'zbekiston bayrog'ini bo'yang. Bayrog'ning rasmi chizilgan bo'lib, uni ranglarga bo'yash kerak bo'ladi. Bunga sizga kerakli bo'lgan ranglar berib o'tilgan. Keyingi topshirig'imiz bu xalq o'gitlari. Xalq o'gitlari bulbul chavanni sevadi, odam vatanini. Vataning tinch, sen tinch. Baliqqa suv, qushlarga havo, odamga esa vatan kerak. Bu xalq o'gitlarini o'quvchilarga tushuntirib, ularda vatanni sevish, vatanni ardoqlash, vatanga bo'lgan his-tuyg'ularini shakllantirishimiz kerak bo'ladi. Keyingi topshirig'imiz bu darsning so'ngida beriladigan topshiriqlar. Bo'yang. Dars siz uchun qiziqarli bo'ldimi? Dars mazmunini tushunib oldingizmi kabi topshiriqlar berilgan. Bunda o'quvchilarning darsni qanchalar tushunib olganini bilib olishimiz mumkin. Keyingi bo'limimiz bu 4-inchisi mustahkamlash. Mustahkamlashda biz o'quvchilar bilan savol-javob mashg'ulotini o'tkazamiz. Savol-javobda vatanni qanday nomlar bilan atash mumkin? Unda ona vatan, ona yurt, yer, suv kabi savollar javob berilishi mumkin. Keyingisi
O'zbekistondagi yana qaysi shaharlarni bilasiz? O'quvchilar Andijon, Namangan, Farg'ona, Qarshi va boshqa shaharlarni ham sanab o'tishadi. Ular bilmagan shaharlarni, viloyatlarni biz ularga o'rgatamiz. Qo'shimcha savollar. Dars siz uchun qiziqarli bo'ldimi? Emotsiya baholash. Bayroqdagi ranglar nimani bildiradi? Ko'k, oq, yashil ranglarda siz nimalarni angladingiz? Vatan haqida she'r yodlab kelish esa o'quvchilarga uyga vazifa beriladi. Darsimizdagi metodlar bu Sinkway metodi va boychechak metodi hisoblanadi. Sinkway metodida o'quvchilar 3 guruhga bo'linib, bunda guruh bo'lib ishlashadi. Har bir guruhda ma'lum bir mavzu beriladi va mavzuni yoritib berishlari kerak. Sifatlar orqali, ularning boshqa xususiyatlari orqali yoritib berishlari kerak bo'ladi. Bunda o'quvchilarda guruh bo'lib ijodiy ishlash ko'nikmalarini shakllantiradi. Keyingisi moychechak metodi. Bu moychechak metodida asosan individual tarzda shug'ullanamiz. Bunda o'quvchilarga chizma, moychechak shaklidagi chizma beriladi va bu chizma orqali o'quvchilar bugungi darsda olgan bilimlarini belgilab o'tib ketishadi. Ya'ni matn chizmaning o'rta qismida vatan deb yozgan bo'lsak, vatan deganda siz nimani tushunasiz? Har bir barglarida ular o'zlarining vatan deganda nimani tushunishlari haqidagi fikrlarni yozib o'tib ketishadi. Darsimiz shulardan iborat edi. Xayr, salomat bo'ling.